quyosh tushib turgan joyi boshqacha ko'rinadi. Salqin tushib turgan joylari boshqacha. 3D variantda har xil kattaroq ham, kichikroq ham ko'rinadi. Har xil holatda 3 ta pozitsiyada ko'rinadi mana shu. Qo'yiladigan taxta jarayonlarda mana biratda qo'yilmaydi, pona qo'yilmaydi. Kesilishlariga, ulanishlariga mana shu fragonda turgan joyini oling, mana shu fragon mana metga turibdi. Mana shu jarayonni dakans olib borsangiz ham biratda kuskovoy narsa qo'yilmagan. Keyinroq tushib ketadi. Qurigandan keyin yoki bir nima o'ynab ketadigan narsasi yo'q mana. Jarayonni ko'rib borasiz mana. Mana yaltirash xususiyati bo'ladi shunga. Tushganda yaltiraydi. Mana shuni o'zi ham 3 xil variantda ko'rinadi. 3D variantida ko'rinadi. Mana kadrni uzoq olsangiz. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Hozir esa sezoni tom yopish ustalarini qidirayotgan bo'lsalaring, mana shu videoda eng o'sha originalni ustani ko'rsatamiz. Mana ishlarni batafsil hozir video davomida ham to'xtalamiz. Birorta pona, birorta bir hali ortish narsasi yo'q, xudo xolasa baquvvat tarzda chiroyli, sifatli materiallar bilan yopib berayotgan ishlarni bir ko'rsatgani kelganmiz. Agar sizlarda ham mana shunaqa ustalarga muhtojlik sezsalaring, video davomida telefon nomerlarini qoldiramiz. Bemalol bog'lanishlari mumkin. O'zbekiston va qo'shni davlatlargacha chiqaramiz aka. Xudo xolasa butun O'zbekiston va qo'shni davlatlargacha chiqishaveradi. Videoni oxirigacha ko'ringlar, xudo xolasa juda ham manfaatli video bo'ladi. Hurmatli obunachilar, mana shu yerda mana ko'rib turibsizlar, katta ob'yomda tomni yopib berishyapti. Bu yerda ham o'ta chiroyli ishlar bo'lyapti. Mana shu ishlarni qilib berayotgan usta akamiz, mana Nuriddin aka. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Charchamayapsizlarmi? Rahmatulloh. Kecha safar videoda chiqqani, hijolat qildilar, videoga chiqqani. Mana bugun qo'ldan kelgancha iloji boricha iltimos qilib ko'ndirdik. O'zlari chiqib yana chiroyli ma'lumot beradi. Xo'sh, Nuriddin aka, charchamayapsizlarmi? Rahmatulloh, bilib turibsiz. Xo'sh, qarang. Bu yerda qanaqa tom bo'lyapti, narxlari, kvadratlari hammasini batafsil gapiramiz. Xo'p. Bayda oldimiz gipki chirpitsa bo'lyapti. Rossiya mahsuloti. Rasxodi ko'proq, to'g'ri, hozir tan olamiz. Shuni hisobiga tepada ob'yom katta bo'lganligi hisobiga tepasini profnastil rossiyskiy materialdan qilib berganmiz. Oldini gipki chirpitsa qilib berganmiz. Ko'rinish jarayoni naqadar sifatli, chiroyli. Hozir pastga tushgansiz bir ko'rsatasiz. Xo'p, endi bayda ma'lumot beramiz. Qaysi masala bo'yicha ma'lumot beramiz? Endi avvalo buni qildiradigan odam, lubi ustaga qildirishi mumkin, lekin nima uchun aynan sizni tanlashimiz kerak biz degan savol javob bo'lishi mumkin. Shu qaylarda odamlar o'zi iste'molchi kuzatadi. Bunda mana bir narsaga e'tibor qilasiz. Mana ozgina narx-navoyimiz haqiqatda eldan ozgina qimmatroq ishlaymiz. Buni aytamiz, ochiq o'ydim, yashiradigan joyi yo'q. Chunki ishni sifatiga qaraymiz biz, vaqtimiz ko'proq ketadi. Hozir men video davomida ko'rsatang mana. Qo'yiladigan taxta jarayonlarda mana biratda qo'yilmaydi, pona qo'yilmaydi. Kesilishlariga, ulanishlariga mana shu fragonda turgan joyini oling, mana shu fragon mana metga turibdi. Mana shu jarayonni dakans olib borsangiz ham biratda kuskovoy narsa qo'yilmagan. Keyinroq tushib ketadi. Qurigandan keyin yoki bir nima o'ynab ketadigan narsasi yo'q mana. Jarayonni ko'rib borasiz mana. Bermaymiz, umuman fona bermasdan ishlaymiz. Fonasiz ishlab boramiz. Mana fanerlarda ham mana ko'proq aytib qolishadi, mana gipga chirpitsa qildirdik-ku, chiziq tushib ketdi deyshadi. Valna tushib qoldi, bu nimadan? deb aytishadi. Bunda mana o'zini maxsus fanerlar bilan ishlangandan keyin anaqa zazorlari qo'yilish kerak. Zazorlar qo'yilmasa bo'lmaydi. Mana e'tibor qiling mana. Bunisida ham shu zazor bor. Bunisida ham shu zazor bor. Mana bunda ham xuddi shunaqa zazor qo'yilgan. Mana bunisida ham xuddi shunaqa zazor qo'yilgan. Endi haligi bitta ikkitani zazori ko'rsatildi demaslik uchun hammasidan ko'rsatib qo'ying demoqchiman. Kesilish jarayonlarida ham xuddi shunaqa. Endi bu tarafi mana profnastilga tayyorlangan. Bu o'zi asli mansardga tayyorlanganligi uchun hozir ba'zi ustunlarimiz yana olib tashlanadi. Bu shuncha bez ustun qilib ishlangan. Fragonlarimiz ham har bir перегородкаning xonalari qo'yilgan. Har bir ustunlar orasi qanaqa ko'rinyapti bilmayman. Har bitta xonaning orasi 5 metrdan qo'yilgan. Mana har bitta ustunning o'rnida перегородкаlar bor. Zo'r. Xo'sh, tomni tepa qismi ham xudo xolasa mana перегородка uchun mo'ljallangan ekan. Ha, mansard. Mansard bo'ladi bu yerlar. Tomni ob'yomini yana bir ko'rsatishlar, mana uni pastdan past tomondan ko'rinishni ko'riladi tomda. Xudo xolasa hozir pastdan ham yana bir ko'rinishni ko'rsatib, batafsil ya'ni bu harakat qilamiz. Asosiysi starkani ko'rsatish taklifiga ega. Inshaalloh
Mana bu yoqda hozir o'sha davom etyapti. Hozir vaqtimiz qoldi. Mana 15 dakika 12 bo'lyapti. Ustalarni ketishdi. Bu yoqda mana oxirgi ishlar. Qanday tashlab ishlarga yetkazib keltirib mana cheripchalarni yoqlar. Nuriddin aka, ketdik bo'lmasam endi pastdan yana ham to'liqroq ma'lumot beradi ekan. Hop. Hozir pastga tushib ketayotgandik, bittanisiga e'tibor tushib qoldi. Hurmatli obunachilar, qarang. Ko'p joylarda mana bu yuramiz, bilishsa kerak. Turistlar yuramiz, mana bu narsani sim bilan bog'lab ketishadi. Lekin ko'ryapman, bu yerda samat nima, rezbalik qilingan. Rezbalik qilingan aka, rezbalik. Hop. Yo'q, yaxshilikka ikkalasida ham yaxshi, yomonlamaymiz. Chunki simda baribir cho'zilish bor. Yog'ochda harakatlanish bor. Ba'zida ustalarimiz, chunki biz tomchi ustamiz, g'ishtchi ustalar sim qo'yib ketishadi. Qo'llari dard ko'rmasin, lekin buni murlatni necha qo'yishimizni bilishmaydi. Ba'zida 17 ga 18 ga qo'yib ketishadi. Sim mana bunaqa sim holatda mana ko'ryapsiz mana. Sim holatda mana shu holat. Masalan, cho'zilishi mumkin. Bu yerda qo'l bilan bunday qilganimda 5-10 kilo yuk bilan, lekin tomni o'zining nagruzkasi katta. Shu simni cho'zadi. Biz shuning uchun spesialni shu tom jarayonni gaplashib, obyekt olganimizdan keyin mana shu jarayonga kelib o'zimiz erkalari bilan sesmalariga kelib nazorat qilamiz. Chunki buni sesmalarini hammasini urvinga quydirib o'zimiz qabul qilib olamiz ko'proq. Yo'qsa uy egasiga tayyorlaymiz kelmasak. Chunki mana bunaqa holat bo'lib qoladi, ko'ryapsizmi? Ozginagina biz imkoni boricha mana shunaqa holatni yo'qotamiz. Mana bunaqa to'liq holatda qildirishga harakat qilamiz. Mana to'liq holatda. Rizbani qatirganimizdan keyin rizbalar ushlash kerak. Mana keling. Mana rizbalar mana shu shpilka bilan qo'yamiz. Bu oldiga ham harakatlanmaydi, orqaga ham, tepaga ham harakatlanmaydi. Shpilkalarni maxsus kesib, tagiga shu T shaklda svarka qildirib qo'yib, buni rizbalarni chiqarib, keyin shaybalar bilan qatiramiz. Oldiga, ketiga, tepaga harakatlanmaydi. Bu haqiqiy tom jarayonini haqiqiy fundamenti hisoblanadi. Shuning uchun mana shu holatda ishlab, imkoni boricha shu haqida ma'lumot berib boramiz. Mana simlar qo'yib ketishgan, bu simlarni biz ishlatmaymiz umuman. Simlar shu jarayonni tashab ketishadi, lekin bunaqa simlarni biz ishlatmaymiz. Lekin qo'yib bekitib qo'yamiz mayli, doполнительно qo'yishgan bo'lsa, agar sim qo'ymasdan ketishgan bo'lsa ham biz bu yerda o'sha uzun katta ankerlar bilan ankerlar boltlaymiz, simni ham doполнительно qilib qo'yamiz. Sim baribir cho'ziladi. Shunaqa. Mana hozir ham nima Ha. Endi bu sal nozikroq, bundan baquvvatrog'ini ham qo'yishadi. Aytish mumkin, biz baquvvatroq qo'yganmiz. Baribir sim qo'l harakati bilan harakatlantiriladi. Endi bu rizba, yaxshi tushunasiz. Gap so'z yo'q. Gap so'z yo'q. Obyektimiz mana tashqaridan ko'rinishini ko'ringlar, juda chiroyli tarzda chiqyapti. Xudo xolasa sifatli ishlar. Hop, Nuriddin aka, endi bularda garantiyalari qanaqa bo'ladi? Bu garantiyasi aka, bu menga qilib bergan cheripitsamiz garantiyasi 20 yillik cheripitsa. Buni 30 yillik, 40 yillik, 60 yilgacha bo'lganlari bor. 10 yillik. Bu issiq sovuqqa chidamli-mi, xudo xolasa? Sovuqqa chidamli, bizni iqlimga moslashtirilgan. Gradus masalan 50 gradus bo'lsa, shunga chidab beradigan qilingan. Gradusda tekshirilgan, kimda yetishi mumkin, bu yog'li. Qora qog'oz deyishadi, esda. Eribmaydi, yonmaydi, oqmaydi, yo'q unaqa narsa emas. Oldingi videolarimiz yoqib ko'rsatib berganmiz. Shunaqa. To'g'ri. Yoqib ko'rsatib berishimiz shart emas, o'zi ko'p ko'rsatganmiz vaqtida ma'lumot. Kirib ko'rishsa, albatta kuzatishsa topishadi. Shunaqa. Xo'sh, endi mana o'sha narsa. Nuriddin aka, mana shu haqida gapiryapmiz biz hozir. Xo'p, endi bu cheripitsa haqida ma'lumot, rangi qanaqa deyishadi-yu, rangi ham shu 20 yil garantiya berilyaptimi, 20 yil turib beradi. Sababiki buni betidagi toshlari tabiiy toshlardan foydalanilgan. Tabiiy bo'lganda ham buni toshni yaqinlashtirib e'tibor qilasiz. Bu vulqondan qaynab chiqqan toshlardan maydalangan tosh bo'ladi. Shuning uchun mana hozir kamerangizni o'chirmay turing, o'shaga yaqinlashtirib. Mana yaltirash xususiyati bo'ladi shunga. Tushganda yaltiraydi. Mana shuni o'zi ham 3 xil variantda ko'rinadi. 3D variantida ko'rinadi. Mana kadrni uzoq olsangiz, quyosh tushib turgan joyi boshqacha ko'rinadi. Salqin tushib turgan joylar boshqacha. 3D variantda har xil kattaroq ham, kichikroq ham ko'rinadi. Har xil holatda 3 ta pozitsiyada ko'rinadi mana shu. Hop, endi bu tepasidagi yurayotgan tiyaga gullarga ham e'tibor qiling. Buni kimdir toshmikin deb o'ylayotganlar bor, rangi boshqa malashlarni ham borda chunki. Tepasidagi yevro karniz bilan yevro sliflar. O'sha avalni chiqadi, bir yaqinroqdan ham ma'lumot berasiz. Bu slif yevro karniz, yevro sliflarimizni 1 metri 85 ming so'mdan chiqadi. Qimmatligini sababi bular printerdan chiqadi.
kompyuterda chiqarilganligi uchun qo'l mehnati aralashmaydi, sekin chiqadi. Shuni hisobiga narxlari qimmat. 0.4 matviy mahsulotdan qilinadi. Rossiyskiy mahsulotimizdan qilganlari narxi chabalat bor. Toshkentimizda garantiyali materiallarimiz ham bor. 85 ming so'm. Xudo xohlasa. Endi Nuriddin aka, mabodo masalan obunachilarimizdan aloqaga chiqishdi sizga. Aytaylik, yog'och, materiallar hamma yo'g'ini o'zingiz bilan olib boradigan xonalari ham bor, xudo xohlasa. Bor. Aytaylik, demoqchi bo'lganim, uydagilar ovora bo'lishmaydi. Masalan, yog'och kerak, stropil ozgina yetmay qoldi degan narsa bo'lmaydi-da. Ular oxirida sizga bitta shunday pulni sanab berishadi. Bo'ldi, shunaqa variantlar ham bor, xudo xohlasa. Xo'sh, uyimizni mana hovli tomondan ko'rinishi mana shunaqa fasonda bo'lgan. Endi tashqari tomonlarini ham bir og'iz ko'rib chiqamiz. Xo'p, uyimizni mana ko'cha tomondan ko'rinishi. Xudo xolasa, bu taraflarida ham polностью bitgan. Mana ishlarni ham ko'rib turibsizlar, fanyer qoplangan, undan keyin izolyatsiya, undan keyin mana cherepitsalarni qoplashadi. Xudo xolasa, rangi o'chmasdan juda chiroyli tarzda turib beraveradi. Endi buni yana bitta afzallik taraflaridan biz bilganimiz, mabodo qachondir aytaylik 20 yil, 30 yildan keyin rangi o'chib ketmagan taqdirda ham aytaylik siz rangini o'zgartirmoqchisiz, boshqachasidan qo'ymoqchisiz, aytaylik yashil yoki bir bordoviy qizillardan qo'ydirmoqchisiz. Shart ustini shilib tashab, nimani o'zini qaytadan yopishtirib beradigan holatlari ham bo'lishi kerak, adashmasam. Hop. Mana uylarimizni ko'cha tomondan ko'rinishi. Hop, ob'yom katta, xudo xolasa juda chiroyli tarzda bityapti. Endi shuncha ob'yomda masalan xudo xolasa ishonchli ustaga ishoninglar deymiz. O'shaning hisobiga mana keldik, mana ishlarni ko'ryapsizlar. Sliflari ham xudo xolasa hamma yo'g'i o'sha yevro standartlarga javob beradigan chiroyli materiallar va chiroyli sifatli xizmatlar, xudo xolasa. Kanalda mehmonlar bo'lsa, obuna bo'lib kuzatib turinglar. Yana ham qurilishga oid mana shu biznes universal narsalarni eng zo'rlarini xudo xolasa ko'rsatishga harakat qilamiz. Yana bitta narsa, hurmatli obunachilar, bizning eski kanalimiz bor edi. Mabodo tanigan bilganlar bo'lsa, 35 ming obunachisi bilan bitta kanalim bor edi. Unga YouTubedan g'alaba kelib, u kanalim o'chib ketib qoldi. O'shaning hisobiga iltimos qilib qolardim. Mana shu kanalimga xudo xolasa like va prosmotrlar bilan, obuna bilan bir qo'llab-quvvatlab yuborishlaringni bir iltimos qilib qolardik. Xudo xolasa mana shunaqa bir-biridan chiroyli videolarni ko'rsatib borishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar.